Bitta xabar olmabsan-ku. 16 kun qolib ketibdi. Yana 2 kun kelmaganingda yo'qorardim jon uka dedi. Mana ham onam borda opa. Mana ham onam borda. Bir qishloqni bolasiman. Opa, bir mol boqib yurgan inson edim. Qiyinchilikda shu Koreyaga keldim. Bir so'm 2 so'm bo'larmikin deb. Qarasam odamlar yo'q o'rilyapti, chidolmadim opa. Menga kim o'sha qiz opa? Kim? Men jonimni berdim-ku, inson jon. Hali yuvgan qizlar bor, 50 ta qiz keldi, yuvgan qizlar. Hammasi rozi basmiz Avaz aka. O'sha yerda qanaqa yig'lab gapirdim, hammasi ko'rdi. O'sha videolaringizni ko'rib, sizni yarim soat qiynalganingizni ko'rib, biz tonimiz ketdi deyapti o'sha qizlar, 50 ta qiz. Rozi basmiz Avaz aka. Sizni shunchalik qitashadi, rozi basmiz deyapti. Ey, kanalga olib chiqasanmi? Undan kattasiga olib chiqasanmi? Menga qara. Ishonganing bo'lsa, ke! Xotini bu ko'p aka, bolasiga aliment bermabdi deysanlar. 5 yillik aliment to'lab qo'yganman. Haromi! Tuhmatchi! Alloh uchun uylanganman o'shanga ham. Ke! Sabr qilay deganim sari bular qo'rqoq deyishyapti mana opa. Shunaqa. Koreyadagilar meni yaxshi biladi. Telefon nomerim bor, adresim bor, hech qatda bekinib yurganim yo'q. Mashinamning nomeri ana turibdi, opa. Alloh uchun men haqimda gapiring. Zavodda ishlayman, meni 10 yildan beri kuzatayotganlar biladi. 12 soat zavodda ishlayman, men ham odamlarga o'xshab uxlamasdan ko'chaga chiqib kim o'lib qoldi, kim tirilib qoldi deb qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ey insonlar, mengachi layking ham kerak emas. O'chirib tursin mana opa. Qo'shmay ovoz. O'chirib tursin. Asabiylashgan opa, gap qo'shmay. Opa, shunaqa to'layapman hozirchi. Hozir to'layapman-da opa. Alloh kifoya qilsin senga, ey ona. Onamisan sen? Qizingni sotib, o'ligini ham sotib pul qilmoqchimisan? Yomon bo'ldi, men yomon kuzatib turdim-da. Nima xohlaysan meni bolalardan? Pul beringlar shu xotinga. Bormi puling? Kecha kunduz tinchimiz yo'q. Telefon tinmaydi. Uga buga qarashchi. Ehson yig'imi? Ha? Biz xotinga bitta shu narsa pul beraylikmikin, nima deysan? Ko'tingni qis. Bir narsani bilmasang, ko'tingni qis. Qatta yo'qda geylar chiqib borib gapiryapti bizga, geylar. O'shani geyligini hamma biladi-ku. O'shalarga ishlandida. Ko'chaga yurib bitta geyni orqasiga o'tib olib, bizga tosh otyapti. Biz nima qildik? O'shanga ham Alloh kifoya qilsin. Alloh uchun uylangandim-man. Men hech kimga bir narsani isbotlash uchun uylanmaganman. Alloh uchun dedim. Mayli ustimdan mag'zava ag'daryapti. O'zini yozgan SMS'larni qo'ymasdan menikini qo'yapti-kana. Padariga, mayli menda bo'lmasa o'sha narsa. Alloh ko'rib turibdi-ku. Nima qiladi? Dunyoda nechta odam bor? Hammasiga eshikma yurib aytib chiq. Bu dunyodachi zulm qiladigan bo'lmanglar. Zulm qilmanglar birovga. Mazlum bo'laveringlar, ukalar, tushundingmi? Men shu videoda qilishni o'ylaganmidik hozir? Beixtiyor yuragimdan chiqib ketdi-ku. To'lib toshganimdan chiqyapti-ku, manatim yonyapti meni. Ukalar, men qanaqa odamman, gapiringlar. Qanaqa odamman? 10 yildan beri qornim och yuraman. Mashinamni qara. Ortiqcha narsa topalasammikin? Manchi ichimdan o'tganini o'zim bilaman. 3 kun morjxonada yotdim, ana odam 16 kun morjxonada qolib ketgan ekan. Kecha o'zimdan o'tganini o'zim bildim, Xudo bildi. Xudo deb o'tiribman ertalabgacha. Bitta Koreyada 100 mingdan oshiq pasporti O'zbekiston odam yuribdi. 100 mingdan oshiq pasporti O'zbekiston odam yuribdi.
O'zbekiston fuqarosi. Bitding kelmading-ku. Bitding xabar olmabsan-ku. 16 kun qolib ketibdi. Yana 2 kun kelmaganingda yo'qorardim joni uka-dedi. Mana ham onam borda opa. Mana ham onam borda. Bir qishloqni bolasiman. Opa, bir mol boqib yurgan inson edim. Qiyinchilikda Koreyaga keldim. 1 so'm 2 so'm bo'larmikin deb. Qarasam